أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Yukarıda biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı inayet eden At-Tefsirul Muyassar degan mushtafsirning uzun dersimizni davom qilgan bo'lib, Arab surasi 58 oyat kelib ekanmiz. Shuning uzun darsimizni yana davomlashtirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله من إله غيره ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kıskısı Uygur tercümesi. Munbat yerinin giyasi Allah'ın izni bilen tuluq ünüdür. Bu vəz nəsihətə qulaq salıb, onundan faydalanğan müminlərin misalıdır.
Nachar yerning giyohsi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kafirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundoq shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman dedi. Qavmning cho'nglari biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi. Nuh aytdi: ey qavmim, men qilchimu gumroh emasman. Lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilinman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar? Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni uning bilan kemida billa bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qolmaydi. Ot qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdiq. Hud, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Hud aytdi: ey qavmim, men ahmaq emas, lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Xo'sh, والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والأرض النقية إذا نزل عليها المطر تخرج نباتا بإذن الله ومشيئته طيبا ميسرا. وكذلك المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله انتفع بها وأثمرت فيه حياة صالحة. أما الأرض السبخة الرديئة فإنها لا تخرج النبات إلا عسرا رديئا لا نفع فيه ولا تخرج نباتا طيبا. وكذلك الكافر لا ينتفع بآيات الله. مثل ذلك التنويع البديع في البيان ننوع الحجج والبراهين لإثبات الحق لأناس يشكرون نعم الله ويطيعونه. Sap pakiz zemin onunğa yağmur düşse o Allah'ın ruhsatı Allah'ın halışılan üsümlüklerini çıkırdı. Naiti yaxşı, yaramlık, onay kolay şekilde üsümlüklerini çıkırdı. Şunun oxşı, yani şu naiti munbit yaxşı, yer oxşaş, yaxşı üsümlük, yaxşı ziraatını çıkırdıgan zemin oxşaş. Yani naiti inanın yağmurdan üstü düşken paydalanılan yağ oxşaş. Mümin mu Allah Teala'nın ayeti mümin'e düşse o mümin o ayetlerce faydalandı. Onundan yaxşı dünya ahiret fayda kılgan muşundaq bir netince hasıl kılıdı. Ne bilen mev çıkırdı yaku ayet o müminde
yaxshi, yaramlıq hayatni netin chiqirdi yoki meva chiqirdi. Ammo sho'liq zimin kelsak, nihoyatda nachar. Sho'liq zimin bu hech qanday gulgiya, o'simlik binasini undimaydi. Lekin undigandimi nihoyatda nachar, tas, yaramsiz, mushundoq o'simliklarni, foydasiz o'simliklarni chiqardi. U hech qanday yaxshi, xushbo'y, huzurliq, mandaq, foydali o'simliklarni chiqarmaydi. Va shunga kafir, bu kafir Alloh taolaning oyatlaridan foydalanmaydi. Mushu ajoyib, mushu Alloh subhanahu taolaning qudrat kamolini bayon qilish jarayonidagi ajoyib har xil mushu bayonga o'xshash biz turli qilamiz. Haqni isbotlash uchun hujjat va burhanlarning o'zincha har xil turli qilamiz. Kimga? Allohning ne'matiga rahmat etib, u Allohga bo'ysunadigan insonlarga. Laqad ba'asna Nuhan ila qawmi liyad'uwahum ila tawhidillahi subhanahu wa ikhlasil ibadati lah. فقال يا قوم اعبدوا الله وحده واخضعوا له بالطاعة ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا فأخلصوا له العبادة فإن لم تفعلوا وبقيتم على عبادة أوثانكم فإنني أخاف أن يحل عليكم عذاب يوم عظيم فيه عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم وهو يوم القيامة. Elbette çokum biz Nuh Aleyhisselam'ı öz kavmiye peygamber kılıp evettik. Ulanı Allah'ın birliğine ve bu ibadetini fakat Allah kılı onu çıkılışkı çakırsın için. Nuh Aleyhisselam dedi ki, ey halkım, ey kavim karındaşlarım, birli Allah kılı ibadet kılın. O Allah için taat ibadet, boyun eğiş, secde kılışınız ne? Fakat Allah kılı boyusunlar. Kulluk içine boyunlar ki, fakat Allah kılı tutkuzunlar. Dep Nuh Aleyhisselam ne? Muşu Allah'ın tevhidi ve ibadetini Allah kıla halis on çıkışık evettik. Sizler için Allah'tan başka, sizler için o Allah Celle ve Ala'dan başka ibadetke layık olan hiçbir başka tanrı, başka bir ilah yok. Onda hoğaç, bir Allah'a ibadetini sizler halis on çıkılınlar. Dep muşun davet kılış için Nuh'ni öz kavmiga evettik. Eğer bunda kılmasanlar, sizin şu butperestliğinin üzde, butperestlik ibadetinin üzde, şirk akidesinin üzde, küfür yak akidesinin üzde, devamlı kılıversanlar, çokum sizlerge onun balayı aptı, naiti, çoğun bulunduğun bir günün azabı sizlerin üstünlüğü düştün korkum ben. O olsa kıyamet günden ibarettir. قال له سادتهم وكبراؤهم إنا لنعتقد يا نوح أنك في ضلال بين عن طريق الصواب. Ular için o Nuh Aleyhisselam için o kavminin katıbaş rahberleri şunda dedi ki çokum biz hey Nuh seni bek toğru yoldan röşen bir azgınlıkta tolum şundaq bir ezip ketkenlikte şundaq göremez dedi. Kala Nuhun ya kavmi lestu dallen fi mes'eletin minel mesaili bi vecihin minel vucuhi velakinni rasulun min rabbil alemin. Rabbi ve rabbikum ve rabbikum ve rabbi cemi'il halk. Nuh Aleyhisselam dedi, ey halkım, men bir vecilede, bir meselelerden boğan bir meselelerde, bir ahvallarda men azgın demesmen. Lekin men, menen ve sizlerinin ve
бүткүл мәхлукатларның парвардигары болған, аламның Раббы тарафыдан болған әвәтілген пайғамбармын. أبلغكم ما أرسلت به من ربي وأنصح لكم محذرا لكم من عذاب الله ومبشرا بثوابه وأعلم من شريعته ما لا تعلمون. Sizlarga men Parvardigorim tarafidan avatilgan narsani yetkazimman. Sizlarni Allohning azobidan ogohlantirgan holda va Allohning savobi bilan xushxabar bergan holda nasihat qilaman. U Allohning shariatidan siz bilmaydigan narsani men bilaman. وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم على لسان رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه ليخوفكم بعث الله تعالى وإقابه ولتتقوا سخطه بالإيمان به ورجاء أن تزفروا برحمته وجزيل ثوابه. Sizlarning hayronligingni qo'zg'ayotamda Alloh subhanahu va taolo sizlarga bir narsani tushunganligiki, u aslida u narsa sizlarni eningda sizlar uchun foydali, yaxshi bo'lgan narsaning shu narsalar sizlarni eningda yaxshiliklava, foydalava. Bundaq bir narsani asıldıgan narsının özünü Allah Teala düşərsə, özünki sizlərin içindən bo'lgan bir adamның tilida. Bu sizlərinki hayronlig'ingiz, sizlarning diqqatingizni qo'zg'ayotamdi. O kishining sizlarning nasab rostligini bilsizlar. O kishi sizlarni faqat Alloh taolaning shiddatli azobidan qo'rqitishni iborat maqsadi. Boshqa narsalar qilgani yo'q. Va u Allohningki, u Allohga iymon keltirishdan g'azabidan saqlanishinglar uchun va Allohning rahmati va mo'l shundoq tugumas savobi va ne'mati bilan ne'matiga g'alaba zafar tepishinglar, g'alaba qozonishinglarni umid qilishni jahdidim. فكذبوا نوحا فأنجيناه ومن آمن معه في السفينة وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة إنهم كانوا عمي القلوب عن رؤية الحق. Ula Nuh Aleyhisselam'ni bu kavmi yalganga çıkardı. Akıbat bu yalganga çıkargandaki Nuh Aleyhisselam'ın özüne, Nuh Aleyhisselam'dan birli olan kemideki kişilerin hemmini biz kutqazdık. Ama bu ehli küfürlerini başka hemmini bizden bu röşen, hüccet, pak delillerimizni yalganga çıkargan bu kafirlerin hemmini su bilen g'arq ag'dirib taşıdık. Halak kıldık. Çünkü ular olsu hakikatini görüştün dili kör insanlardı bular. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَبِيلَةِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا حِينَ عَبَدُوا الْأَوْثَانَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَيْسَ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ غَيْرُهُ جَلَّ وَعَلَا فأخلصوا له العبادة أفلا تتقون عذاب الله وسخطه عليكم. Elbette biz Ad kabilesiga u kabilenin Ad kavmininki qarindoshi bo'lgan Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdiq. Ular butparast bo'lib ketgan chog'larda Allohni qilib qo'yib turib butga ibodat qilgan chog'larda o Ad qavmining qabilasi qabilasiga ularninki Ad qavminiki qarindoshi bo'lgan Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdiq. Hud alayhissalom bu Ad qavmiga shunday dediki, faqat birla Allohga uchquninglar. Birli Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun ibodatga u Alloh jalla va aladan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan boshqa iloh yo'q. Unda bo'lgandan u Alloh uchun ibodatni o'nch qilinglar. Allohning azobidan saqlanmamsizlar. U Allohning sizlarga bo'lgan
azabının yetip gelişi düştün saklanmamsılar, korkmamsılar. قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك العبادة آلهتنا وعبادة الله وحده ناقص العقل وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على الله فيما تقول. Hud Aleyhisselam'ın kavimlerden bo'lgan bu kafir kavimninki katabaş rahbarlari yo'lboshchilar dediki, cho'qim albatta bizning ilohlarimizga boshurish, mushun ibodat qilish, mushun qulchilik qilishni tashlashga chaqirishinglar bilan bo'lgan chaqirishinglar bilan va birla Allohga ibodat qilishqila bizni sizning chaqirishing bilan biz seni aql kamtuk, kamaql, kaltipam deb tushunamiz. Chuqum biz sen olsang Alloh taologa degan so'zingda, da'voyingda yolg'onchi deb qaraymiz, buni e'tiqod qilamiz. قال هود يا قوم ليس بي نقص في عقلي ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين. Hud aleyhisselam kavmi şuna dedi ki, ey halkım, mening aqlimda masala yo'q. Lekin men bo'lsam sizlarga butun mahluqotlarning parvardigori tarafidan bo'lgan faqat elchiman. Bo'lmasa mening aqlimda chatoq yo'q. Deydi. Xo'sh. Ayet-i kerimden de vel beledu tayyibu yahrucu nebatuhu bi izni rabbih degan bu ayetimizde eee istara temsili degan bir gap bor. İstara temsili balag'atda. Bu bir lug'aviy tarkib bo'lgan bo'lib, bu mu? Bir nimada buni onunğa mavudi alah yani özünün haqiqiy ma'nosida emas, ko'shimmanda ishlatiladigan va shundoqla mushabbah hazb bo'lib keladi. Mushabbah bir oshkor bo'lib keladigan. Mushundoq bir nima bor, buni istar tamsiliya deb qo'ydi. Buni yuqorida to'lim deyilib ketdi. Bu oyat karimda istara tamsiliya bor. Xo'sh, uningdan boshqa laqad arsalna Nuhan. Endi Nuh bu payg'ambarlarniki Sheyxul Anbiya deb qo'ydi. Payg'ambarlarning eng sheyxi, eng peshvosi, eng umrida uzoq mujna bo'lgani. İdris alayhissalomdan keyin kelgan bir payg'ambar. Hech qanday bir payg'ambar emas. Nuh alayhissalom tatgan xapliq azodak payg'ambarlar boshqalar xapliq azo va nima musibat tatib boqqani yo'q. Va ila adin axahum huda. At kavmiga biz qarshi Hud alayhissalomni avatdiq dedi. Ham bu at qavminiki turgan joyi bo'lsa Yamandagi Ahqob degan yer ekan, shu yerda yashab ekan. Xo'sh, darsimiz mana kifoyamiz. Davomi keyingi soat bo'ladi. Vaqt itiboriyle. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.